Voy, meni qizimga sovchi shunaqa ko'p rosa kelishyapti. Voy, nimasini aytasiz qo'shnijon? Kimdir meni qizimni shunday maqtaydimi? Bugun выходной deb yozib qo'ydim. Lekin men qizimni umuman maqtamayman. Balkim shunga sovchisi ko'pdir. Aytishadi-ku, onasi maqtagan qizdan qoch deb. O'shaning uchun umuman maqtamaslik kerak. Kechirasizlar ayollar, shu mahallada yaxshi qiz bormi? Kelin qilishga so'rab surishtirib keluvdim. Ha? Bu mahallada bitta yaxshi qiz bor. U ham meni qizim. Ya? Nimaga sizni qizingiz bo'lar ekan? Har kasdan xabar bor qiz bo'lsa, u ham bo'lsa meni qizim bo'ladi. To'xtanglar, menga baquvvat sportchi qiz kerak edi. Xuddi o'sha qiz meniki. Karatist. Har bir zarbasida kung fu pandaning kuchi bor. Mening qizim futbolist. Har tepganda darvozaning to'g'risiga borib tushadi. Menga tikishchi biladigan bo'lsa ham yaxshi edi-da. Voy, meni qizim dizayner, Dolce Gabbananing shogirdi. Shunaqa zo'r kiyimlar tikadi. Ko'rgan odam shokka tushgan. Shokka tushganlar qaytib turmagan. Meni qizim shunaqa tikadi, har bir tikkan chokida mehr ufurib turadi. Rosa qizinglarni maqtadinglar. Onasi maqtagan qizdan qoch deyishgan eskilarimiz bo'lmabsizlar. Yo, biz qizimizni maqtamadik. Qizimizni sochidan ko'p oshig'i. Chere, menga qarang, tilingizni xira qilib qo'yganimiz uchun uzr. O'g'lingiz qaysi ministerstvada ishlaydi? Voy, meni o'g'lim hech qanaqa ministerstvada ishlamaydi. O'g'lim katta stilist. O'g'lim bamisoli gul. Har kuni unga katta buket atirgullar keladi. Juda tabi nozikda. Nima? Stilist? Tabi nozikka shuncha harakat qildimmi? Bir buket gul kelyapti deydimi? Ha? Bunga qiz emas, yaxshigina kerak ekan. O'g'lim, tur o'g'lim, g'aflatdan yuz bur o'g'lim. Kimida u hozir chiqyapman. Buncha Tabrik Zora, tug'ilgan kuning bilan bugun sening kuning. Tabrik, tug'ilgan kuning. Bo'pti Jo'ra, bugun kechga kelamiz Jo'ra, o'ynaymiz, o'yin-kulgi qilamiz. Bo'pti. Dada so'rang. Dada. To'g'ri qildim, astag'firulloh. Yo. Menman dada, men. Ana, tug'ilgan kunim ekan bugun. Yuring bozorga chiqib kelaylik. Yangi yildan qolgan narsalar bor, shular bilan o'tkazaveramiz. Dada, hozir aprel. Yuring, o'sataman. Yuring. Qayerda tutun chiqsa shaqqa kiyib olasiz, amma. Qarang biz nimalar oldik. Amma qarang nimalar oldik tug'ilgan kunimga. Bugun jo'ralam keladi, menga sovg'alar olib keladi. Sovg'a deganda senga sovg'a oldim. Ma, ol. Rahmat. Ha, kiyib ko'rchi? Hozirmi? Ha, hozir. Sal katta emasmi? Ha, keyingi yil ham kiyasan. Jo'ralam keldi, sovg'a olib keldi. Ish berdi. Assalomu alaykum. Sovg'a. Shermatli o'g'lim. Jonibek. Sovg'a ber. Sovg'a pog'a yo'qki, shuncha bozorchilik qiluvdik. Dada, bizga pasmas-ku, sovg'a kerak emas, shu sovg'a. O'zing bilasan. Paslar nima olib kelmay sovg'a? 2015 lar yig'ish, bandasiga emas. Jiyan, sovg'am yoqdimi? Ha, yoqdi. Nima tashab ketding agar ma kiyib? Jinnivoy, yamonga qani diskoteka qilamiz. Jiyan, sovg'am rostdan yoqdimi? Qaytarib beraymi, amma? Qani. Tug'ilgan kun. Hozir o'rtog'inglarni 3 gacha sanab tabriklaymiz. 1, 2, 3. Endi menga shunaqa qildilar-ku. Nima xato qildimmi? Boring, men sizdan xafa bo'ldim. Men nima qildim? Yo'q, qoling. To'xta. Nima deysiz? Xola, siz kimsiz? Nima, xola? Endi shu gapingizga javob berasiz. Voy, o'ling, begona xotin akangni ichkariga sudrayaptimi? Borardim, sal yosh kattaroq ekanda. Nima? Xursand bo'lsang yosharasan, xafa bo'lsang qarib ketasan? Shunaqa. Endi shu gapingga ye. Nima dedingiz?
Ye, yaxshi gapirding-da. Ko'ryapsanmi? Hamma dishlarni xotining chala o'rgan. Kelin! Oyi, balki kerak emasdir. Ha, yonini olyapsanmi? Kelin! Labbi oyijon. Oyis chala tuqqan, nima hamma ishlarni chala qilasiz? Uzr oyijon, boshqa qaytarilmaydi. Voy o'li. Oyi, sizga aytdim-ku, keliningiz xafa bo'lsa qarib ketadi. Biz akanda dadangdan shuncha gap eshitib, itday kalta gap, hali ham yoshmiz. Kenay sho'rmi? Ha, yoqmadimi qaynijon? Yo'q, kenay peshanam sho'r. Ovqat izmay sho'r bilan tavba qildim. Sardor aka keldingizmi? Obbo, bu ham Shrek xotini Fionaga o'xshab o'zgaraverar ekanda. Yana kim xafa qildi? Hech bo'lmaganda kech bo'lganda xafa qilmay turishsin. Qaynanam qiziga. Qizim, eringga siringni boy berma. Haftasiga 2-3 marta kelgin. Telefonda gaplashganimiz hisob emas. Xo'p. Aylanishga ering haftasiga 4-5 marta olib chiqsin. Bu seni haqqing. Sen axir ojizasan. Aytyapman 100 marta aytyapman, ojiz akaman. Ha? Qaynanam kelinga. Oyijon, onamga borib kelsam mayli, o'zi ham bir yarim yil bo'pti-da bormaganimga. Onangizga borib nima qilasiz? Borsangiz aynib kelasiz. Telefonda gaplashsangiz ham yetadi, to'g'rimi qizim? To'ppa-to'g'ri onajon. To'g'ri gapirasiz. Jannatim. Qaynanam qiziga. Nima bo'ldi? Voy qizim, Onam vannada nimadir burab qo'yuvdim, portlab ketdi katyon. kiram, katyol, balo-battarni Siroj Premiumdan olamiz qizim. O'zing eshitma qilmagan bo'lsa bo'ldi, yur qizim. Aynan. Jannatim keliniga. Oyijon. Hay, Shukrani buzguncha o'zing chachilib buzilib ketsang bo'ladimi? Kran tuzatib qo'ydim demoqchi edim. Usta chaqirib o'tirmang. Voy bu, shunga shunchami? Odamlar qaynonasiga 17 Pro Max olib beryapti. Ha, yo'q-e. Tili ham bir qarich buni. Dadosh. Hov. Dadosh. Hov, anashim, nima qilyapsan? Sevgilaringni ko'rsatmaysan qizim. Ha, onam. Sevgi muhabbat bor bo'lsin-a bu dunyoga. Menga qara. Voy xotiningga uyga ketaman deb ruxsat bermadim. Tag'in ruxsat berib yurmagin. Sendan umidlarim katta bo'lam, bilasan-a? Ona keliniz. Mana uni qilib bo'lmagin, xo'pmi? Xotin qilib. Ha, yangacha? Ha, nima bo'ldi, ha? Ha, Zaks qog'ozdan sizni ismingizni qidiryapman-da. Bilib bilmay adashib sizga tekkanman-ku. Nozimjon, yaxshimisan? 2 kilo kartoshka tort. Cho'qing to'y bola. Alanga ekan. Davay. Ko'rib qolmasin, tez to'y oling. Yaxshilar fizodi qiling. Ertaga jangingiz bor, xo'pmi? Makallarga aralashmay, ular hayotni barbod qiladi. Davay, yugurasiz konsofga. Ko'ryapsan, Brusli ham pechenga solyapti. Siz ham pechenga solishni o'rganishingiz kerak. 2 sekundda to'g'adalab qo'ysangiz bo'ladi. Kuzating. Bitta bilan turib olib qichqirmayman, obadicha uxlaylik. Davay, atboy. Derajdenelar qulluq olsa bitta puf deb qo'ying, ha, bo'pti mana. O'rniga puf deb qo'yaman. Umrimga, baxtimga qo'yag'ida silliq bo'lib yuravering. Qayga olib boring? Ha? Bo'ldi, masajga olib boraman sizni, to'y bola. Yes, tashlamasangiz bo'lmaydi-da. Sizni raqibingiz yengil ekan. Shuning uchun sauna qabul qiling dedi. Masaj olib borasizmi? Agar mana shu bo'yda yutadigan bo'lsangiz, Xonsaroyda Muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 20% ni to'lab, qolgan noy-moy to'lab yashayveramiz. Yangi uy olamiz Xonsaroyda. Hoppa, o'g'il bola. Masaj chaqiruvmi deylar? Kim masaj oladi? Siring bitta tayskiy masajingizdan qilib qo'ying, men tashqariga chiqib turaman, ha? Nima bo'ldi Xo'razmga? Nima bo'ldi sening? O'zidan so'rang. Unaqa narsaga kelishilmagan. Endi oshirib yordingiz, Xo'razm bola. Hamanga ham tuting. Ha, seni chaching bor-ku. Nozim! Ha, qaynota! Kelinglar. Ha, oxirgi payt siz ham shu ovoryapsiz, qaynota. Testosteron ham sizga qarab, pashol nariroq tur deyapti. Qilgan ishlaringizda ayab ham jag'i qiyshayib qolibdi. Yo'q, yonchini oldirganda narkoz ta'siri. Kelinglar. Yo'q, bola, xush kelibsiz. Bu meni xizmatdoshim, hindistonlik, mehmon bo'lib ketdi. Namaste. Здравствуйте. Kiyovjicha, latta he?
Ay, kuyov bo'lsa mana shunaqa bo'lsin-da, iftorlikka poli shirinliklarni olib keldim. Mazasini aytmaysizmi? Shirin va qarsildoq. Bolajonlar ham zo'rna sevganda bu. Hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqilaveradi. Hindistonga ham berib yuboramiz, uka. Dadasi iftorga nima ovqat qilay? Kuyov bola siz ayting, iftorlikka nima ovqat qilsin? Mol go'shtidan bitta yaxshi sho'rva tashasin. Mol go'shti? Mol go'shtini yeyish kerak, quvvat bo'ladi. Molga ham sig'inadi. Ha, bitta qiling, bezin sariblar. Mana qil 3 marta qaravermasda. Yomg'irlar olib ketdi yarimni aytaman kimga dardu zarim. Yo, og'iz ochariga 5 minut qoldi, mana ular qilayotgan ishini qaranglar. Kim o'rgatdi bularga TikTokka kirishni? Voy! Yomg'irlar olib ketdi yarimni Bo'ying pastroq bo'lsa nimalar bo'ladi? Eng asabga tegadigan holatlar metro yoki avtobusda bo'ladi. Seni bo'ying taxminan mana shu yerga to'g'ri keladi. Pakana. Sanga qo'yiladigan laqablar ham aniq. Anu kaltani qara. 10.05. O, bo'yim kalta bo'lsa ham zato sanikidan. Kallam yaxshi ishlaydi. U bir qarich. Qatdan bilding? Ana ko'rinib turibdi-yu. Ha. Aksiga olib do'konga kirganingda ham kerakli narsa tepada bo'ladi. Brat, anuni olib bera olmaysizmi? Ma'munimi? Ha. Mang. Rahmat. O'zicha hamma senga maslahatchi. Tovoni bilan narsa kiysang bo'ying uzunroq ko'rinadi. O'rta 50 ta tortilsang, o'sasan deganing 60 bitta bo'ldi, nima qilay? Ha? Bo'ldi, tushur, boshqa joyga berib yuboribdi. Nima? Mana qo'ling aytganman. Mana buni qara, uzun bo'lib ketganini. Oyi, ovqat yo'qmi? Ovqat yo'q, men sabzini bo'yinga o'sadi. Agar sabzi bilan bo'y o'sganda quyon jirafa bo'lib ketardi. Qizlar bilan uchrashuvga chiqqaningda esa, Uzr, men siz boshqacha tasavvur qildim. O'ylaganimdek emas ekansiz. "Voy, siz men o'ylaganimdan ham dahshat ekansiz. Tushlarimga kirib chiqdingiz, yo'q demay o'lib bo'lib qolmay." O'zini Jennifer Lopez singsiman deb o'ylayaptimi? Bo'yda bo'lsang ham qiyin-da. Onangning gullar uchaman desam, ishonmadimi butun qishloq? Men uchaman! Men sizga necha marta aytdim, Araboyaga ucholmaysiz deb. O'zi uchadigan vaqtingiz ham kelib qolgan bo'lsa. Ha, jichcha shamol to'xtab qoldi-da. Qo'y yog'iga o'xshaysiz. Bitta qiz topgan mashinaga sovchilikka borib kelaylik. Yur. Kelayli. Xo'p, sizda bir sumbul bor ekan. O'shanga eshigi shipirgani keldik. Erkak ish qiladigan ishni qilaylik. Big'illatib qolmay indamay o'tir. Sovchilikka keldik. Kuyov bola qayerda ishlaydi? Qayerda ishlashni bilmayman-ku. Bu onang ham kirdi, miyasi zo'r ishlaydi ona. Uyalma, erkak kishsan. Uy-joyi bormi? Yaqinda Xonsaroydan Ramazon tuhfasi bo'lyapti. O'shanda har bitta loyiha uchun 25% gacha chegirma bo'lyapti. Shu uydan bittasini big'illatib qo'ygan o'g'il. Maqtashmansiz, xudo, kuyov bola juda farosatli. Farosati vij qilib turadi. Endi mol sotsa aybini aytib sot deyishadi. Qizim ozgina eshitmaydi. Napas olsa bo'ldi-da, to'g'ri, Maraboy aka. O'zingni bos. Chaqiring, chiqani ko'raylikchi. Qizim choy olib kel. Qizim. Aytdim, eshitmaydi deb. Bo'l, tog'a qiynalmay, o'zim chaqiraman. Ko'zim chiqgan. Bosmang. Qani. To'xtang. Bitta ko'rib olaylik. Ha, so'rintaydi ekan. Mishiga ketmasa, qarang.